Mana o'tib ketadi. Og'riqlar bor-ku, mana aytamiz. Bu ham o'tib ketadi. Ammo o'tib ketadi-da, sizni boshqacha odam qilib o'tib ketadi. Adashgan insonlar bor, bunday insonlar bor. Juda qattiq. Ana shu paytlarda bu hayot ham hayotmi deydi. Lekin unday demas kerak. Orqaga qaytish kerak. Ya'ni tuzatish, hali jonimiz bormi? Hamma narsani tuzatish imkoniyati ham bor degan. Mendan, hayotimni mendan, istaklarimni mendan, men uchun xayrli bo'lganini mendan yaxshiroq bilasan, Robbim deyishdir. Endi o'zlikni anglash kelganda mana shunday sokin bir holatga kela olganingizda, yolg'iz qola olganingizda endi savollarni o'zingizga qaratasiz. Oldin boshqa tomonga beraysiz-ku, endi o'zingizga burasiz uni. Husanboy Ahmedov 5884 yozyaptilar. Nafs, hirs va istak orasidagi farq. Istak tabiiydir. Ya'ni men och qolsam non istayman. Charchasam uyqu istayman. Bu tabiiydir. Hirs boyagi istakni ko'paytirilgan. Endi nafs mana shu istak va hirsni egasi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bir savol kelganda u savolga javob bilan boshlayman. Bugungi efirimizni savol quyidagicha: nimaga insonlar masjidlarga kam boradi ma'nosidagi uzundan uzoq bir savol. Uning javobi shunday, biroz hazilamiz. Agar masjidlar ham pullik bo'lganda edi, hamma borgan bo'lardi. Biz insonlar ajibki, nima uchundir pul to'lanadigan mana shunaqa joylarga qator bo'lib navbatlarga turib boramiz. Lekin pul to'lanmaydigan joylarga afsuski chaqirilsa ham bormaymiz. Kunda 5 mahal azon aytib chaqirilsa ham baribir bormaymiz. Buni nimasi shu tekin bo'lgan bo'lsa kerak. Shunday biroz hazilday tuyulayotgan bo'lishi mumkin, ammo haqiqat ham shu. Endi do'stlar, bugungi efirimizda kecha YouTube Abdukarim Mirzayev kanalida post qoldirdik. Savollaringiz bo'lsa bering degan ma'noda, chunki ko'p e'tiroz bo'ladi. Bir tomonlama kontent qilasiz, tomoshabinlar bilan muloqot qilmaysiz ma'nosida biz ham o'yladik va shu qarorga keldik. Bundan keyin har hafta ma'lum bir post qo'yiladi YouTube kanallarida va sizdan u postlar tagida munosabat bildirishingiz yoki savol berishingiz talab qilinadi. Keyin biz u savollarni tanlab ichidan jo'yali savollarga qo'limizdan kelgancha samimiy javoblar berishga harakat qilamiz. Bu hech bir tayyorgarliksiz, boshqasiz amalga oshadi, samimiyat bo'lishi uchun. Balki keyinchalik bu men bilan bog'liq jonli efir orqali buni amalga oshirarmiz. Unda ham shunga diqqat qilamiz. Savollarni siz albatta oldindan yuborasiz. Nega? Chunki masalan jonli efirda chatda savol yozganingizda o'nlab, yuzlab, minglab savollar oqishni boshlaydi u yerdan va biz birini to'xtatib unga bir javob berishimiz uzoq vaqt olishi mumkin. Va efirni sifati ham unchalik sifatli bo'ladi deb o'ylamayman. Chunki chat to'xtamaydi. Siz bir savolni javobini bergunizga qadar yana o'nlab savollar, yuzlab savollar keladi. Siz uni qaysi biriga javob berasiz va o'z-o'zidan meni savolimni o'qimadingiz degan ma'nodagi bir norozilik kayfiyati paydo bo'lib qoladi. O'shaning uchun biz nima qildik? Biz post e'lon qildik, savollaringizni bering degan va siz savollaringizni berdingiz. Juda ko'plab savollar keldi va biz ularning orasidan 5-10 tasini, balki ko'prog'ini tanlab hozir kutyapman bolalar menga u savollarni yozib yuborishini.
Bu savollar kelishi bilan hozir men javob berishni boshlayman. Savol bor edi, adashmasam Oysha edi ismlari. Adashayotgan bo'lishim mumkin, ma'zur tutsinlar. Savol taxminan nima edi? Bolalarni, ya'ni o'zbek xalqini bolajonligi, bolalarni tarbiyalashimiz boshqa. Biz unchalik bolajon xalq emasmiz o'zi. Biz o'zi shunday ko'rsatamiz. Bolajon xalq bolasini urmaslik kerak. Ammo biz bolalarimizni uramiz. Tamommi? Biz bolalarimizni uramiz. Bizda o'zi ko'p narsalar kaltak bilan nima bo'ladi? Tepadan mushk etib boshlanadi. Ota xotinini, onani, ona bolani, bola kichik ukani, uka undan kichigini, keyin eng kichigi uydan topa olmagani uchun ko'chaga chiqib qo'shnini bolasini va shunday davom etadi. Bu jiddiy ishlarda ham shunday oddiy hayotda ham shunday va bu juda achinarli holat, ya'ni. Hamma narsa ular uchun deymiz, hamma narsa bolalar uchun deymiz. Ular uchun kuyib pishamiz va yana ularni uramiz. Mantiqsizlik deb o'ylayman-da endi. Ya'ni ularni mana bizning yurtlarimizda unaqa nima yo'qda, mana bugun dunyoning boshqa bir joylarida ularni tirik qolishi uchun, yani bolasini omon qolish uchun boshqasini bolasini o'ldirayotgan urushlarni ko'ryapmiz. Ochlikka tashlab qo'yildi. O'limga tark etildi. Bechoralik, yo'qsillik, safolatga tark etildi. Bugungi inson, masalan 20-asr insoni dunyoni qanday qabul qilgan bo'lsa, shundayligicha hech qursa taqdim qila olmadi. Olgan qabul qilganidan yomonroq qilib taqdim qildi. 21-asr insoni ham dunyoni olganidan bu ketishda yomonroq holatda kelajakka taqdim qiladi deb. Endi tahlilchilarning bunday qo'rquvlari bor. Biz har doim yaxshilik umididagi insonlar bo'lganimiz uchun xayrlisi bo'ladi deymizda. Har ish xayrlidir. Ammo nima qilib bo'lsa ham dunyoni bizga topshirishgandan yaxshiroq qilib topshirish uchun qo'limizdan kelgan harakatni qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, savollar keldi. Men endi bularni javobini sekin-sekin berishga harakat qilaman. Xo'p, Azimjon Xatamov yozibdilar. Savol quyidagicha: falsafiy psixologik kitobni yozib tugatdim. Ommaga qanday taqdim qilaman degan ma'noda ekan. Endi kitoblarni darrov nashr qilishga shoshilmaslik kerak. Meni o'zim ham to'g'risam bir nechta narsa yozganman. Bu essega o'xshagan narsalar, biri roman shaklida Dengizni sog'ingan odam degan bir roman boshlaganman. Hatto uni tugatganimga ham ancha bo'ldi, lekin nimagadir nashr qilgim kelmaydi. Xuddi bilmadim, adabiy saviyasi pastda tuyuladi o'zimga. O'qigan boshqa kitoblarni o'qirkanman, u yozgan narsamni qo'y deyman, chiqarmay deyman, shoshma deyman. Balki bilmadim, bu sohada bir nima qilmaganim uchun bo'lsa kerak, biroz adabiyotga bo'lgan, umuman kitobga bo'lgan ehtiromimdan yo'lga chiqib aytyapman bu narsalarni. O'shaning uchun bu bir farzand edi-yu kitob. O'shaning uchun ehtiyotlab, yana ham yaxshilab bir chetga qo'yib qo'ying. Keyin oradan 1-2 oy o'tgandan keyin yana bir o'qib ko'ring. Balki yarmini qayta yozishga majbur bo'lasiz, balki normaldir, bilmadim. Biror yaxshi muharrir topish kerak. Chunki inson o'zini o'zi tanqid qila olmaydi.
shu u yerda yozganingiz har bir jumla siz uchun juda muhim bo'lishi mumkin, lekin qiymatsiz jumla ham bo'lishi mumkin, ammo uni biz bilmaymiz, uni o'sha muharrirlar biladi. Aslida kitobni kitob qiladigan yozuvchidan ko'proq muharrirdir. Yaxshi muharrirning qo'lidan yaxshi kitob chiqadi. Buni hech unutmaslik kerak bo'ladi. Endi keyin masalan nashriyot tanlaysiz, boshqa qilasiz, tabii keyingi nima? Masalan hozir masalan O'zbekistonda jiddiy nashriyotlar bor. Sizni kitobingizga o'xshagan kitoblarni nashr qilayotgan akademik nashr bor. Asahi Books bor. Mana Arxitip nashriyoti bor, boshqa Sharq va boshqa nashriyotlar bor. Ulardan nima qilishingiz kerak bo'ladi? Endi shu jiddiy kirishaman desangiz, menimcha bu javob yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Boshqa savollarga o'tamiz. Yana o'sha fikr bilan bog'liq savollar bor. Sam Texno degan bir kuzatuvchimiz yozyapti. Yashashdan maqsad yaxshi yashash. Yaxshi yashashdan maqsad nima debdilar? Endi bu yerda yashash bu savol, to'g'ri. Yaxshi yashash savolga berilgan birinchi javob. Ya'ni keyin o'zidan o'zi yana javob savolga aylanyapti. Bu narsani eslatib o'tmoqchiman. Ivan Ilichni o'qigan bo'lsangiz kerak, falsafa bilan qiziqqanlar o'qigan bo'lsa kerak. Endi Tolstoyni nimasi Ivan Ilich. Bu yerda bir narsa aytiladi. Inson umrining oxirida yashab o'tgan hayotini ko'zdan kechirar ekan, bilmadim, yaxshi yashadim desa, yaxshi yashadim shekilli. Bu eng katta yolg'on bo'lishi ham mumkin. Inson o'zini aldashi ham mumkin. Yaxshi yashashning maqsadi nima? Umuman yashashning maqsadi hayotni o'zini, yashashni o'zini anglash. Anglash qanday bo'ladi desangiz, yashayotganingizni bilish, his qilib turish. Maqsad nima? Uyg'onish. Maqsad nima? Allohni tanish. Qolgan narsalar yo'lda yo'l-yo'lakay topiladigan kichik nimalar. Xo'p. Javoblar. Yo'l-yo'lakay. Bugun topganingiz javob ertaga sizni qoniqtirmasligi ham mumkin aslida. Xo'p, keyingi savolga o'taman. Ali Kadirov Alisher nazdimda yana boyagi savolga o'xshagan bir savol. Alloh nega bola sevgisini fitratga joylaydi-yu, ota-ona sevgisini joylamaydi? Payg'ambarimizning bir nimalari bor edi. Hammamiz juda yaxshi bilamiz, jannat onalarning oyog'i ostida. Men o'ylamayman, ota-ona sevgisi fitratimizda yo'q deb. Bor. Boshqacharoq shaklda bo'lishi mumkin. Bu yerda boshqa bir joydan qarash kerak. Bizni mavjudiyatimizning sababi ota-onamiz, mavjudiyatimizning natijasi bolalarimiz. O'shaning uchun biz ko'proq natijalarga qaraganimiz uchun diqqatimiz natijada bo'lgani uchun ko'zimizga ko'proq bolalar ko'rinsa kerak. Ammo sabab, ya'ni biz farzandlarimiz uchun sabab bo'lganimiz uchun sabab har doim natijasiga qaraydi. Bu juda tabiiy hol. O'shaning uchun beg'araz sevgi bola bunday desak bo'ladi. Bizni
bolamizni sevishimizda hech bir g'araz yo'q. Ota-onamizni bizni sevishida ham hech bir g'araz yo'q, ammo bolamizni bizni sevishi bir kelishuvga o'xshagan. Tamommi? U tug'ilishi bilan bizni ko'radi. Boshqa o'rtada biz qo'ldan kelguncha boyagi beg'araz mehrni his qiladi, ammo u o'sha mehrni nimasida o'zini bir qarzdor his qilgani uchun farzandlar bir kelishuv bo'ladi. Endi yozilmaydi-da. Ya'ni bir ehtirom ko'rsatilishi kerak ota-onaga degan ma'noda. Urf, odat deymiz, axloq me'yorlari deymiz, buni boshqa. Ammo bu beg'araz deb bo'lmaydi buni. Chunki g'arazlilarni ham ko'ramiz, hayotni kuzatar ekanmiz. Ammo ota-onani farzandga munosabatida beg'arazlik bor. Ya'ni beg'araz muhabbat deb o'ylayman. Shunaqa. Xo'p, keyingi savollarni o'qiyman. Qobiljon qizi Ismigul. Qo'shib yozibdilar. Qobiljon qizi Ismigul. Sevgi nima? Bu chirkinliklarga to'lgan dunyoda sevgi bormi? Tabii sevgi bor. Go'zallik bor. Endi bizni tasavvurimizdagi sevgi, u siz qaysi sevgini nazarda tutyapsiz? Ammo masalan Mavlona nima deydi? Ishq yaratuvchiga qaytuvchi yo'ldir. Yo'l ishq deyilyapti. Agar bilmadim endi. Boshqacha bir nima ham aytsam bo'ladi. Siz aytayotgan u chirkindan chiqaradigan yo'l ishq yo'lidir. Lekin men dunyoni o qadar chirkin deb o'ylamayman. Chirkin bo'lgan kuni dunyo qamaydi. Ko'p dunyoning kelajagi haqidagi aytilgan fikrlarda tabiatni buzilishi, uni buzilishi, buni buzilishi, to'fonlar bo'lishi, bu fojialarni ko'p ko'ramiz. Va bularning hammasi insonni buzuqligidan keyin keladi. Ya'ni inson sabab qilib ko'rsatilganini guvohi bo'lamiz. To'g'ri, kirlanish bor. Ham insonda, ham tabiatda, har joyda bordir. Ammo u go'zalliklarni yonida juda kichkina. Juda oz. Shuning uchun bunaqa tushkun nimada bo'lish kerak emas. Go'zallik ko'ra olish, bir derazadan tashqariga qarab go'zallik ko'ra olishdir insonning muhabbat bilan yashashi. Agar uni ko'ra olmasa bu muammo. Ya'ni yo'q emas. Shunchaki ko'rish qiyin. Bu muammo. Xo'p, ya'ni balki yana bunaqa deyishimiz ham mumkindir. Masalan, sevgi yo'qolgan deyapsiz-ku, unaqa emas. Balki qayerdan izlashni bilmaymiz balki. Kim bilsin. Marjon savol beryaptilar. Men bir ko'zim bilan savol o'qiyapman. Keyingi savolni javobini qidiryapman. Fikrim bilan avvalgi savolga javob beryapman. Marjon 42. Ummat shirin uyqudan qachon uyg'onadi? To'g'ri, katta savol. Lekin javobini oddiy qilib bersam bo'ladi. Ummat deganda biz har doim boshqalarni nima qilamiz? Boshqa.
Aslida menman, sizsiz o'sha. O'zim qachon uyg'onaman desak, ummatning har bir a'zosi buni aytishni o'rgansa, keyin uyg'onadi. Qachon ummat uyg'onadi desa, bilmayman degan javob keladi. Chunki ummat go'yo u qarshi tarafda boshqalar biz uyg'onganmiz, qolganlar uxlayapti dey go'yo. Hamma uxlayapti. Siz nega uyg'oqmasiz masalan? Men nega uyg'oqmasman? Nima qilyapman deylik uyg'onish uchun. Hamma o'zidan boshlasa, Husanboy Ahmedov 58-84 yozyaptilar. Nafs, hirs va istak orasidagi farq. Istak bu nima? Shundan boshlaylik. Bu tabiiy narsa. Istak tabiiydir. Ya'ni men och qolsam non istayman. Charchasam uyqu istayman. Bu tabiiydir. Bu istak. Endi hirs. Hirs boyagi istakni ko'paytirilgan. Bittasiga rozi bo'lmaysiz endi. Mana buni masalan chanqagandingiz, 2 qultum, 3 qultum suvga chanqog'ingiz qonishi aniq edi, ammo siz bordingiz, suv ichdingiz, ustidan meva suvi, uni ustidan yana bir narsa, oxirida qahva, uni orqasidan uyga kelib yana bir narsa qo'yib, mana bu hirs bu, tamommi? Istak u chanqoqdan bosishidi, ammo u 3 qultumda bosilardi. Men buni yomon degan ma'noda aytmayapman, sodda tushuntirish istagi bilan. Endi nafs mana shu istak va hirsni egasi. Ajoyib bo'ldi. Bunaqa o'zim ham hozir bilmasdim shunaqa deb tushunishimni hozir keldi. Ya'ni hirsni tug'diradigan, paydo qiladigan, oziqlantiradigan, unga motivatsiya beradigan nafs bo'ladi. Menimcha shu 3 ta narsa so'ralganda, nafs, hirs, istak. Endi buni qanaqa qilaman desangiz, Imom G'azzoliyning fikri bilan tugatsak bo'ladi. Ya'ni nafs, ya'ni hirs va istakni egasi nafs ekan, nafsdan boshlash kerak. Nafsni nima qilish kerak? Imom G'azzoliy aytadilarki, u bir otdir, uni minib yurish kerak deb. Ya'ni tagida emas, nafsni oti bo'lmaydi, nafsni ot qiling. Siz uni minmasangiz, u sizni minadi ma'nosida. Xo'p, bismillah ismlari shunaqa yozilgan. Savol beryaptilar. Hech qachon o'zimdan ko'nglim to'lmaydi. Doimo kamchilikdek his qilaman. Bu insonni o'zidan ko'ngli to'lmasligi bir yomonlik alomati emas bu. Ya'ni yaxshi narsa. O'zidan juda qoniqib qolsa odam balki to'xtab qolishi mumkin, kim biladi. Bu qoniqmaslik sizni to'xtashga qo'ymaydi. Ya'ni iloji yo'q. Yo'ldasan deydi. Yo'lda yurib ketayotganda istagan joyda dam olish mumkin emas. Masalan, katta trassalarda yursangiz, to'xtagingiz kelsa ham to'xtashga imkoniyatingiz bo'lmaydi. To'xtaydigan joylar bor. Hayot ham shunday. Bir joydan bir joyga yetib borasiz dam olish uchun, to'xtash uchun. Yo'lda ekansiz, to'xtash haqida o'ylamaysiz. Va doim diqqatli bo'lasiz o'zingizga, hayotingizga, boshqa toki bir to'xtash joyiga yetib borgungacha, bir marraga yetib borgungacha. Yetib bordingizmi, to'xtaysiz, dam olasiz, ortga qaraysiz, hisob kitob qilasiz, kelajakka qaraysiz, nima qilasiz, reja qilasiz. Ana. Xo'p.
ayrim savollarni nima qilyapman? Xo'p, Beyond Ace shunaqa 54 321. Qayerdan topasizlar bunaqa ismlarni? O'z ismingiz yozsangiz bo'lmaydimi? Asl o'zlikni anglash qanday bo'ladi? Mendan so'rasangiz yolg'iz qolishdan boshlanadi. Sekin, yolg'iz qolish deganda siz boyagi tark etilishni nazarda tutmang, yolg'iz qola olishdan. O'sha yerda masalan bir bo'sh uyda yolg'iz qolishni nazarda tutyapman. Devorni va xonani shaklini anglashga urinishga kuch sarflang va to'xtang. Bir mashq bor. Bir narsani avval qo'l bilan tegib ko'rmasdan, ko'z bilan, masalan, sizdan 3 metr uzoqlikda turgan bir jism. O'sha jism haqida o'ylashni boshlang. Masalan, deylik, uni jism nimadan? Moddasi qanaqa? Yumshoq, qattiq, sinuvchan, sinmaydi, egiluvchan. Ushlaganda nimani his qilish mumkin? Ichi bo'shmi, ichi to'lami? Og'irligi qanday? Juda og'irmi yo juda yengilmi? Hali bormadingiz, uni hali ushlamadingiz. Nima bo'lishi farqi yo'q uni. Ichida nima bo'lishi mumkin? Ko'p savollar bering. U savollarni iloji bo'lsa bir joyga yozing. Xayolingizda yozing. Keyin borib oling. Necha foiz to'g'ri javob berdingiz? Hali ushlamasdan. Xuddi shunday uyda o'tiribman. Bu uy qanday uy? Nechta burchagi bor? Balandligi qanday? Mana shu oddiy savollar va bularni javobini topishga urinish, jiddiy o'tirib, sokin. Bu bunday. Masalan, shu yerdan shu yergacha necha metr bo'lishi mumkin? 5 metrmikin? 4,5 metrmikin? 6 metrmikin? Mana men hozir ro'paramda ko'l ko'rinib turibdi. Ko'lga qarab gapiryapman. Men masalan shu yerdan ko'lgacha bo'lgan masofa qancha bo'lishi mumkin? 100 metr. 110 metr. 200 metr. Yo'q, 200 metr emas. Kabi savollarni berasiz va keyin uni qanchalik to'g'ri topganingizni aniqlashga urinasiz. Mana shu anglashni o'rgatadi. Bir narsani anglash juda oddiy. Biz buni bilamiz, ammo diqqat qilmaganmiz. Biz zotan buni bilamiz. Endi o'zlikni anglash kelganda mana shunday sokin bir holatga kela olganingizda, yolg'iz qola olganingizda endi savollarni o'zingizga qaratasiz. Oldin boshqa tomonga beraysiz, endi o'zingizga burasiz uni. Keyin o'zlik ham anglanadi. Sokin qolish kerak. Ovozlardan, gohida ekranlardan, gohida kitoblardan ham. Ko'p kitoblar ham ko'payib ketib qolsa ham o'zingiz yo'qolib qolishingiz mumkin. Avval boshda qiyin bo'ladi, siqilasiz, bilmadim, bu, ammo keyin yaxshi bo'ladi. O'zingizning ovozingizni eshitishni boshlaganingizda hammasi joyiga tushdi degan. Bu endi xastalikdek tuyulish ma'nosini aytmayapman. O'zim eshitib qoldim. Sog'ligim joydamikin deyish ma'nosida emas. Biroz hazil bo'lsin. To'laganova yozyaptilar. Sevgi nima? Ana yana sevgi haqida. Birini og'rig'ini o'zingizni og'rig'ingizdek his qilishni boshlasangiz, demak siz uni sevasiz. Men ko'p aytaman Tolstoyni tirilishini. Masalan, Katyushamidi qizzot. Maslova. Nexlyudovni qamalib ketgandan keyin Katyusha Sibirga surgun qilinardi. Uni qamalishiga, butun hayotini fojiasiga, boshqasiga sabab bo'lgan Nexlyudov ham o'zini go'yo jazolaydi. Uni orqasidan o'zini o'zi surgun qiladi hozir. Buni masalan Katya
sevgi demaydi. Mas'uliyat deydi. Sen sevganing uchun buni qilmading. Sen mas'uliyat his qilganing uchun. Eng oxirida hamma ishni qilib qo'yib, bu boshqa narsa. To'g'ri, sevgi bir mas'uliyatdir. Mas'uliyat bir sevgidir. Bu nuqtadan qarash ham mumkindir. Ammo boshqa hislar, boshqa sabablardan yo'lga chiqadi. Avval eski mifologiyada shunaqa bir qarashlar bo'lgan. Oldin insonlar avval 4 qo'l, 4 oyoq, 2 boshli bo'lgan va juda rohat yashagan. Keyin ular isyon qilgandan keyin ular ajratib qo'yilgan. O'sha ajralganlar bir-birini topmaguncha tinmaydi degan ma'noda bir afsonalar bor bo'lgan eskida. Ya'ni buni ma'nosi shu, tabiiyki unday bo'lmagan. Inson o'zini juftini topganda aql boshdan ketadi. Chunki ortiqcha bir rohat keladi. U qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Buni endi uni his qilgan odamlar biladi. Qarshisiga unday bir inson chiqqanda butun buni bu qilib turgan narsalarni juda ko'pchiligi o'rtadan yo'qolib qolishi mumkin. Aql unchalik ham ishlamay qoladi. Bu endi xullas. Xo'p, Mag'firat 0929 savol beryaptilar. Bir oy ibodat qildim, kutgan natija chiqmadi. Allohdan uzoqlashayotgandek his qilaman deb yozibdilar. Men ham hozir e'tibor qilgan bo'lsangiz bir lahza to'xtab qoldim. Bir oy ibodat qildim, kutgan natija chiqmadi. Nima degani bu? Men senga ishondim, sen meni ishonchimni oqlamading deganimi? Bir savdo masalasimi? Yoki bilmadim. Men shuni qilaman, sen menga buni qilasan. Men senga ibodat qilyapman, sen menga buni qil. Bu savdomi bu yani? Siz ibodat qildingiz, Alloh ibodatingizni qabul qildi inshaalloh. Biz o'zimizni kichkina rejalarimizga butun borliqni yaratgan Allohning rejasini sig'dirmoqchi bo'lamiz. O'shaning uchun bunaqa narsalar ham yozamiz. To'g'ri, hammani nimasi bo'ladi. Hamma qiyin payt kelganda qayerga burilishi, kimdan yordam so'rashi, kimga egilishi ma'lum. Kim bo'lsa ham haqiqiy xavf, haqiqiy qiyinchilik, haqiqiysini aytyapman. Kelganda kim bo'lsa ham yordam so'raydigan joy aniqdir. O'tgan yili Istanbulda bir qattiq to'fon bo'ldi. Juda shamol bo'lib, ko'priklar qimirlab boshqa bo'lib, izg'irin shamol, bu yoqdan yomg'ir, dengiz suvlari jo'shib boshqa bo'lib, o'sha bo'g'ozning ustida ko'priklar bor, mashhur ko'priklar. Bir nima haydaydigan, mototsikl haydaydigan bir haydovchi o'sha ko'prikning ustida bo'lib qopti o'sha payt. Bu yoqqa o'tgandan keyin endi jurnalistlar endi nima qilib so'rayapti. Yaxshi o'tib oldingizmi desa, ko'prikda u yoqda o'tayotganda ateisti bo'lib kiruvdim ko'prikka. Ko'prikdan chiqayotganda musulmon bo'lib chiqdim degan ekan. Ya'ni tavbasini qilib, kalimasini keltirib,
o'lim yaqinlashib qolganda, chunki juda xavfli bo'lganda u shamol uni dengizga tushirishi ham mumkin edi. Har qanday halokat ham bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun aytayapti, ateist bo'lib kirdim yog'idan. Bu yog'idan chiqayotganda men musulmon bo'lib chiqdim. Har kim ishoning haqiqiy xavf bilan duch kelganda, hech bir yordam beradigan qolmaganda, joni halqumga kelganda, iplari uzilaman deb qolsa, shunday xavfni his qilsa, boshini buradigan tomoni aniqdir. Hech shubhangiz bo'lmas. O'shaning uchun men unday dedim, bunday javob bo'lmadi. Natija Xo'p, Neo 09 hayotdan qattiq charchagan inson o'limdan ham qo'rqmay qolishi mumkinmi? Mumkin. Bu nima emas, bu bir kasallik emas. Bu juda ham charchab ketgan ruhning sukunat holatiga o'xshaydi nazdimda. Ko'plab bu nimadan o'tadi insonlar. Hayotini ma'lum bir nuqtasi keladi, hamma ham bu sukunatga g'arq bo'lib qoladi, o'zi bilmagan holda. Ammo qo'rqmaslik kerak. Umuman bir kitob bor, Irvin Yalomni, bu mashhur psixolog olimni o'lim haqida yozgan kitobi bor. Men o'lim haqida ko'p yozilgan kitoblar o'qiganman. O'lim nimaligini anglash uchun boshqa. Irvin Yalomni o'lim haqidagi umuman insoniyat tarixida o'limga bo'lgan munosabat. Bu eskidan keladi tushuntirib, avval insonlar o'limni bunday deb o'ylardi, keyin bunday, yoki inson o'zini hayotida deylik 10 yoshgacha, bilmadim, 5-6 yoshgacha buvisi, bobosi, momosi olamdan o'tganda unga aytishadi, masalan, jannatga ketdi deb. Bu yerda bir marta o'lim bilan uchrashadi. Ya'ni bir yaxshi ko'rgan odami yo'qolib qolganda o'limni birinchi marta, ya'ni bir odam yo'qolishi mumkin. U yo'qolishning nomi o'lim degan bir tushuncha bilan bog'liq. Birinchi, u sof aqlga keladi bu. U yerda nima qilinadi? Jannatga ketdi, farishtalar olib ketdi degan bir nimalarni eshitadi. Keyin shu ikkinchi marta inson shu o'lim bilan, men ko'pchilikni nazarda tutib aytyapman, shu 30 yoshlarida, o'smirlik yoshlarida o'lim haqida inson ko'p o'ylaydi deb o'ylayman. Chunki ko'p depressiya yashaydi, go'yo dunyo uni tushunmaydi, boshqa bo'ladi. Uzr so'rayman. Keyin shu 40 dan o'tib 50 ga yaqinlashgandan keyin yana o'lim haqida, keyin to'xtovsiz o'lim haqida ko'p eslashni boshlaydi inson. Ammo har doim inson o'lim haqida o'ylashdan o'zini olib qochishga harakat qiladi. Nega bunday qiladi? Sabablari nima? Bu savollarga o'sha kitobda batafsil javob bergan. Kitob o'zbekchasi yo'q, afsuski. Ammo biz bir nima qilib u o'lim haqida aynan o'sha kitobga tayangan holda inshaalloh bir ko'rsatuv qilishimiz mumkin. Savol: hayotdan qattiq charchagan inson o'limdan ham qo'rqmay qolishi mumkinmi? Inson o'limdan, ya'ni masalan, Allohdan o'zini o'limini so'rashga izn berilgan. Bu shu degan. Ya'ni juda
zulm, og'riq, dunyoni nimalariga chidash qiyin bo'lib qolganda haqsizlik, huquqsizliklarga Allohim men uchun yashash xayrli bo'lsa yashatgin. Agar men uchun o'lim xayrli bo'lsa omonatni olgin deb duo qiladi insonlar. Ammo yashashda davom etadi inson. Adashgan insonlar bor, unday insonlar, bunday insonlar bor. Juda qattiq. Ana shu paytlarda bu hayot ham hayotmi deydi. Lekin unday demas kerak. Orqaga qaytish kerak. Ya'ni tuzatish, hali jonimiz bormi? Hamma narsani tuzatish imkoniyati ham bor degan. Tushkunlikdan nima bo'lib hayotdan nima deydi? To'yib ketdim deydi. Bo'lishi mumkin. Hayotdan inson to'yishi ham mumkin. Shuning uchun o'limdan qo'rqmayman deb o'ylayotgan bo'lishi ham mumkin. Ammo unutmaslik kerak bo'lgan bitta narsa bor. Hali sinov tugamadi. Hali u yoqda bizni kimligimiz, qanaqa bizga baho berilishi ham ma'lum emas bizga. O'shaning uchun oldimizda qancha vaqt bo'lsa, uni yaxshiliklar bilan to'ldirishimiz kerak. Yaxshi ishlar bilan, yaxshi amallar bilan. Yaxshi farzandlar yetishtirib, ularni yaxshi tarbiyalab, insonlarga foydali biri bo'lib, bu ozgina qolgan vaqtimizni to'ldira olsak, u yoq uchun bog' yarata olsak, bu yerda qilganimiz ishlar, yaxshiliklar, zikrlar, ibodatlar oxiratda bog'lar bo'lar ekan, binolar bo'lar ekan, biz uchun go'zal makonlar bo'lar ekan. Oldimizdagi nimani bir tushkun kayfiyatda o'limni kutib yoki bilmadim bunaqa emasda. Fursat deb bilib harakat qilsak to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Nuriddin Abdullayev yozyaptilar. Xotirjamlik va xavotirning chegarasini qanday topgansiz? Men har doim xotirjam emasman. Ya'ni to'g'risi, hamma juda xotirjam odamsiz deydi, unaqa emas. Ya'ni xotirjamlik doimiy holat emas. Boshqacharoq aytsam bo'ladi. Xotirjamlik meni qaytib keladigan joyim desak to'g'ri bo'ladi. Qaytib keladigan joyim. Xotirjamlikdan chiqasiz, xotirjam bo'lmagan joylarda ishlar, uchrashuvlar, budur, ammo qaytib keladigan joyim xotirjamlik. Xavotir har doim bor. Masalan, xavotirni quvamanmi, quvmayman. Xavotir menga yordam beradi. Eshitasiz uni, boshqa qilasiz. Nega keldi, nima uchun keldi, nima sabab bo'ldi, nima demoqchi, qaysi qo'rquvga bog'liq u. Anglaysiz, anglash jarayoni bor. Anglagandan keyin nima qilasiz? Birinchi Allohga qaytarasiz. Allohim shu. Bundan xavotirim bor, bundan qo'rquvim bor, bundan tashvishim bor, kabi. Keyingi savollarni o'qiyapman. Dilnozaxon savol beryaptilar. Avval ham savol berdilar shekilli. Yo'q, birinchi marta o'qiyapman. Tavakkulni qanday o'rgatasiz? Bu holatga qanday keldingiz debdilar. Men o'zim bunday qildim deb ayta olmayman. Men chunki odam o'ziga baho bera olmaydi, lekin u bir kunda o'z-o'zidan keladigan yoki anglanadigan bilmadim.
ya'ni inson hayoti ko'p marta yengiladi, endi nima bo'ladi deydi, xavotirga tushadi, rejalar qiladi, go'yo bilmadim. Lekin bir narsani bir kun kelib sezadi. Allohning bir rejasi bor. Uni men ko'rmaganim. Uni faqat tavakkul egalari unday rejalar bilan uchrashganini his qilsa kerak. Men kutmagan, men sezmagan, umid qilmagan paytda sizni hayotingizni yechimlari qarshingizga chiqadi. Qayerdan chiqdi? Bilmaysiz. Yomon ko'rinishlarda chiqishi mumkin. Yoqmaydi o'sha payt. Sizni bezovta qiladi, hayotdan to'ydiradi. Ammo u bir yechim bo'ladi, keyin anglaysiz uni. O'shaning uchun mana o'tib ketadi. Og'riqlar bor-ku, mana aytamiz, bu ham o'tib ketadi. O'tib ketadi. Ammo o'tib ketadi-da, sizni boshqacha odam qilib o'tib ketadi. Boshqacha odam. O'zgarasiz. Shuning uchun meni mendan, hayotimni mendan, istaklarimni mendan, men uchun xayrli bo'lganini mendan yaxshiroq bilasan, Robbim deyishdir. Tavakkul. Eng nimasi shu. Xo'p. Endi do'stlar, mana ijtimoiy mavzuga oid savollar bor ekan. Bu yerda biz yigitlar kategoriyalariga nima qildi. Hozir fikr bilan bog'liq savollar, keyin ijtimoiy mavzularga oid savollar ham bor ekan. Bu yerda Zulfizar Nurs savol yo'llabdilar. Nozima Rustamova savol yo'llaganlar. Umida Bayirova, Muhayak Kutimova, yana futbol Behruz, ya'ni nima qilibdilar. Bu savollar, yana boshqa savollar ham bor. Ular uchun alohida yana boshqa bir ko'rsatuv qilsak to'g'ri bo'lsa kerak. Batafsil gaplashamiz yana. Diqqat bilan eshitganingiz uchun, tinglaganingiz uchun rahmat. Savollar endi samimiy, ko'ngildan qanday o'ylasam, tushunsam shunday nima qildim. Ammo bu haqiqat shu degani emas. Unday qaramang. Bu Abdukarim akani, ukani, bir do'stni bir fikri. To'g'ri bo'lishi ham mumkin, noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.